بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin Qur'onni birinchi bo'lib Makka da oshkor o'qigan kishi Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu zot haqida quyidagi hadisni marhamat qiladi. Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ratban kama nazala falyaqrahu ala qira'ati ibn Abdi. Kim Rasulullohga Qur'on nozil bo'lgandek tilovat qilishlikni xohlasa, Abdulloh ibn Mas'ud o'qigandek o'qisin. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasulullohga payg'ambarlik vahiysi nozil bo'lgan paytda Makkadan uzoqda, Makkaning tashqarisida cho'ponlik bilan shug'ullanib yurgan, hali balog'at yoshiga yetmagan yosh yigitcha edi. U kishini odamlar Ibn Abd deb nomlashar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik da'vatini Makkada oshkor qildi va butun Makka mana shu Rasulullohning da'vati bilan ovora bo'lib turganda, musulmonlar iymon keltirishlik bilan mushriklar Rasululloh va musulmonlarga ozor berishlik bilan ovora bo'lgan paytda bu yosh yigitcha Makkaning sayyidlaridan bo'lgan ba'zi kishilarni, ya'ni Uqbat ibn Abi Muayyidni qo'ylarini boqib, Makkaning tashqarisida cho'ponlik bilan shug'ullanardi. Kunduzi cho'lda bo'lardi, qaytib kelganda kechqurun bo'lardi. Makkada bo'layotgan ishlardan bu yigit bexabar edi. Lekin ana shu qo'y boqib yurgan kunlarning birida uzoqdan ikki kishi Abdullohning oldiga keladi. Ularni ko'rishda bir salobat, haybat, viqor va yuzlaridan salohiyat alomatlari ko'rinib turar edi. Hamda ular yo'l yurib charchaganligini belgilari bor edi. Kelishdida ulardan biri aytdi: "Ey bola," dedi, "bizga ana shu qo'ylaringdan birini sog'ib, suti bilan bizni sug'ormaysanmi?" dedi. Shunda bu Abdulloh yosh yigit aytdi: "Bunday qila olmayman," dedi. "Sababi qo'ylar meniki emas," dedi. Menga bular omonat qo'yilgan dedi. Shunda haligi ikkita notanish kishi bu yigitni bu gapidan rozi bo'lganligini alomati ko'rindi yuzlarida. So'ngra ulardan biri aytdiki: "Ey bola, sut bermay qo'ygan, ya'ni qariligidan sog'ilmay qo'ygan bir qo'yni ko'rsatchi menga," dedi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ana shu qo'yni yoki echkisini ko'rsatdi. Haligi kishi ana shu qo'yni yoki echkini yerini ushlab turib siladida va yerni sutga to'la boshladi. Yonidagi sherigi yerdan bir chuqur idishga o'xshagan bir toshni oldida, shunga sog'di, o'zi ichdi, sherigi ichdi va Abdulloh ibn Mas'ud ham ichdi. So'ngra bu manzaraga dahshat ko'zi bilan qarab turgan Abdulloh haligi muborak kishiga qarab turib, "Hozirgi qilgan ishingizni men ham takrorlashligim uchun aytgan so'zlaringizni menga o'rgatsangiz bo'lmaydimi? Menga o'rgating," dedi. Bu ikki kishi kim edi? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va hamrohi Abu Bakr Siddiq Makkadan Madinaga hijrat qilishlik safari edi. Alloh subhanahu va taolo bandasiga yaxshilik iroda qilsa, Makkani tashqarisida yurgan bo'lsa ham, ana shu payg'ambarlikning egasi bo'lgan, oxirgi risolatning sohibi bo'lgan Rasululloh o'zini oyog'i bilan kelib mo'jiza ko'rsatyapti. Bu Alloh yorliqagan, Alloh saodat asrida yashashlikka nasib etgan baxtli kishilar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini hamrohi Abu Bakr Siddiq bilan Makka ko'chalaridan chiqib, mana shu Madina qarab ketib borayotgan paytda mana shunday bir voqea yuz beradi. Mana shunga bir muncha vaqt o'tganidan keyin Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu iymon keltirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatiga o'zini safarbar qildi. Va Rasululloh ham u zotning xizmatidan foydalandi. Mana shu kundan boshlab Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu yer yuzidagi qo'ylarning xizmatini qilishlikdan yer yuzidagi eng afzal inson Muhammad sollallohu alayhi vasallam xizmatini qilishlikka o'tdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu payg'ambarimizning eng yaqin sahobalariga aylandi. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga ruxsatsiz kirib ketishlikka ruxsat berishlik darajasiga o'ziga yaqin tutdi. Abdulloh ibn Mas'ud kishini soyasida o'ziga qanday erishilsa, Rasulullohga shunday erishdi. Rasululloh uxlasa namozga uyg'otar edi, tahoratga suv tayyorlab berardi, yuvinsa bir to'sib turar edi, oyoq kiyimini kiysa to'g'rilab turar edi. Bu albatta baxt. Chunki Rasulullohning xizmatida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatida.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bu kishini tamomiy bir muhabbat bilan yaxshi ko'rdi. Va Abdulloh ibn Mas'ud payg'ambarimizga shunday yaqin bo'lganligidan Rasulullohning sirlar sohibi deb atalar edi. Payg'ambarimizning axloqidan ta'lim oldi. U kishining go'zal ibratli axloqidan namuna oldi va odamlarning ichida Rasulullohga eng yaqin bo'lgan kishilardan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar ichida Qur'onni eng mukammal suratda o'qigan sahobalardan biriga va ma'nolarini eng yaxshi tushunadigan, shariat hukmlarini yaxshi biladigan sahobalardan biriga aylandi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davridagi bo'lgan bir voqea shu gapimizga dalil bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu mana Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda bir kishi keladi, Umar ibn Hattobga aytadiki, Kufada bir odam Qur'onni shunday kallasini olib turib yozyapti. Ya'ni ikkinchi Qur'onga qarab turib ko'chirishni o'rniga shunday yodlab olgan narsasini yozyapti deganda Umar ibn Hattob juda qattiq achchig'i keladi. Qanday qilib Qur'onni o'zini yodlab olganiga tushunib turib yozadi? Kim ekan sho'ring qurgan odam desa, Abdulloh ibn Mas'ud deydi. Umar ibn Hattobning jahli qanday tez chiqqan bo'lsa, shunday tezlikcha so'yadi. Senga voy bo'lsin. Axir yer yuzida Abdulloh ibn Mas'uddan ko'ra Qur'onni mukammal biladigan odam yo'qligini bilmaysanmi? Uni haqqi bor dedi. Men senga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Abdulloh haqida aytgan so'zini aytib beraman dedi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr uchalamiz masjidga kirib kelganimizda bir odam orqasini qilib Qur'on o'qib namoz o'qib turar edi. Biz orqasidan kimligini tanimadik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqasidan turdi, uni Qur'oniga tilovatiga quloq soldi. So'ngra kim dedi Rasululloh? Qur'onni Muhammadga nozil bo'lgandek ko'rinishda o'qishni xohlasa, Abdulloh o'qiganda o'qisin dedi. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdullohning orqasida turdi. Abdulloh duo qilar ekan, payg'ambarimiz orqada turib, sal tu'ta. Duo qil, qabul qilinadi. Duo qil, ijobat qilinadi. Amin deb turdi. Mana shu namozda Abdulloh ibn Mas'ud nimani so'ragan bo'lsa, Rasululloh orqada amin deb turdi, buni bilmayapti. Bu shunday bir sharafga ega bo'lgan zotlardan edi. Umar ibn Hattob aytadi, mana shu xush xabarni deydi. Tong otsa Ibn Mas'udga borib yetkazib qo'yaman. Deb tong otishdan yugurib yetib borsam, mendan buni Abu Bakr yetkazib qo'ygan ekan boshida. Qaysi bir ishda musobaqa o'ynamay, Abu Bakr mendan o'zib ketaverdi dedi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu nihoyatda bir oriq, nimjon, arvoh kishi bo'ladi. Hattoki Madinada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir g'azotdan qaytib kelayotib, pishib turgan xurmodan kim bizga uzib beradi deganda Abdulloh shoshilgancha tushadi-da, xurmoga chiqib ketadi. Shu tizzasi ma'lum bir joygacha etagi ko'tarilgan paytda oyog'ini ingichkaligidan sahobalar kular ekan. Echkini oyog'i deb qo'yishar ekan. Shunaqa bir arvoh, shunaqa nimjon bo'lgan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni Abdullohning oyog'ini ingichkaligidan kulyapsizlarmi? Allohga qasam, Allohning huzurida Abdullohning bitta oyog'ining og'irligi Uhud tog'idan ko'ra vazminroq og'irroq edi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu o'zi haqida aytadi, qaysi oyat, qayerda, nima sababdan nozilgan bo'lsa, hammasini bilaman dedi. Agar mendan ko'ra bilimdonroq odam bo'ladigan bo'lsa, tezlik bilan borib undan mana shu ilmni o'rganaman dedi. Rasululloh guvohlik bergan, Qur'on ilmini olimi bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud men bilmagan narsani biladigan bir odam bo'lsa, borib o'rganaman. Ilm o'qishlikdan kibr qilmayapti birodarlar. Bizchi bu odamning olimligini, Qur'onni mukammal bilishini Rasululloh guvohlik etyapti. Yana Qur'onni to'g'ri o'qimoqchi bo'lsalar, Abdullohda o'qinglar deb tursa, yana men bilmagan narsani bilgan odam bo'lsa, borib so'rayman deydi. Bizchi biz ozgina narsani o'rganib olib turib, birovga quloq solmaymiz, birovga gap bermaymiz. Biz turganda boshqalarga yo'l bo'lsin. Ibrat olaylik. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu mana shu so'zni gapirganda mubolag'a qilmagan edi. Tunlarda birida Umar ibn Hattob o'zini hamrohlari bilan bir sahroda ketayotganda boshqa bir otliqlar jamoasi peshvoparasidan chiqib qolishadi. Qorong'i, bir-birini tanimayapti. Umar ibn Hattob bilan narigi musulmonlar jamoasi gaplashdi, Umar ibn Hattob so'rayapti. Ichlarida Qur'onni biladigan birorta bir odam bormi dedi. Ular ha deb javob berishdi. Shunda Umar so'radi. Qur'ondagi eng buyuk oyat qaysi dedi. Narigi tomondan javob bo'ldi. Qorong'idagi savol-javob.
eng buyuk oyat Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum, oyatul kursi oyat. Shunda Qur'ondagi eng muhkam oyat qaysi? Javob bo'ldi. Innalloha ya'muru bil adli val ihsani va ita'i zil qurba. Umar qoniqdi bu javobdan. Qur'ondagi eng katta ma'nolarni jamlagan oyat qaysi dedi? Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Kim zarra vaznicha yaxshilik qilsa, albatta ko'radi qiyomat kunida va kim zarra vaznicha yomonlik qilsa, albatta ko'radi qiyomat kunida. Shunda men hatto Qur'ondagi eng qo'rquv bag'ishlaydigan, insonni qo'rqitadigan oyat qaysi dedi? Laysa bi amaniyikum va la amaniyu ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bihi va la yajid lahu min dunillahi va la waliyyan va nasira. So'ngra men hatto Qur'ondagi eng umid baxsh, insonga umid bag'ishlaydigan oyat qaysi dedi? Javob bo'ldi. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. Ayting, ey bandalarim, o'zlari nafslariga isrof qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Alloh jamiki gunohlarni kechiradi. Alloh G'ofurur Rahim bo'lgan zot degan oyat o'qiganda Hazrat Umar Abdulloh ibn Mas'ud bor ekan aytinglar dedi. Ha deb javob berdi ham. Ya'ni bunaqa mukammal javobni Abdulloh ibn Mas'udgina bera oladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu faqat olim, qori emas edi. U zot mana shunday nozik bo'lishligi, nimjon bo'lishiga qaramasdan, agar sharoit taqozo qiladigan bo'lsa, eng shijoatli, g'ayratli sahobalardan edi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka da Qur'onni oshkor o'qigan birinchi zot bo'lsa, ikkinchi Qur'onni oshkor o'qigan kishi Abdulloh ibn Mas'ud edi. Quyida qissaga quloq solamiz. Sahobalardan bir qanchalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofida to'planishdida, musulmonlar ochchilik, zaif, azob, mashaqqatni ko'rishyapti, chekishyapti. Shunda Allohga qasamki, Quraysh Qur'on oyatlarini eshitishni xohlamayapti. Kim biz ichimizdan borib ularga bir Qur'on oyatlarini o'qib beradi, oshkora dedi. Musulmonligi uchun xor azoblanayotgan odamni oshkora Qur'on borib o'qishligini tasavvur qiling endi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud men o'qitaman ularga, eshittiraman dedi. Boshqalar qaytardi. Sizni Qurayshning ishida himoya qiladigan kattaroq urug'ingiz, qabiladoshlaringiz yo'q. Qo'ying siz qilmang desa men qilaman dedi. Demak, quvvat u justa emas ekan. Iymonda ekan, yurakda ekan, qalbda ekan. Quraysh Ka'bani atrofida to'planib o'tirar ekan, shunday bordida Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Ar-Rahman surasidan bir qancha oyatlarni o'qishni boshladi. Shunda bu yerda o'tirganlar Ibn Ummi Abd nima o'qiyapti? Muhammadga tushgan narsani o'qiyapti. Turishdida hushidan ketguncha tepkilaverishdi. Og'zi burni qonga to'lib ketdi. Kaltaydi yer ekan, davom etkizaveradi. Kaltaydi yer ekan, davom etkizaveradi. Oxir imkoniyat bo'lmaganda to'xtadi va qaytib keldi. Yuzlari qon, ham yo'g'i singan holatda quvvatni ko'ring birodarlar. Rasulullohdan keyin Qur'onni Makka da oshkor o'qishlikning birinchi sharafi Abdulloh ibn Mas'udga nasib qilyapti. Mana shu narsadan qo'rquvdingda siz ustingizda, ey Abdulloh desa, Allohga qasamki, ular meni tepkilayotganda, azob berayotganda men uchun nihoyatda ular xor bo'ldi. Xor ko'rinishda bo'ldi men uchun. Agar xohlasanglar, yana o'qib kelaman bor edi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Usmon ibn Affon davrigacha yashadi. U zotga o'lim soatlari yetgan paytda Usmon ibn Affon u kishini ziyoratiga keldi. Yana shunday insonlar ham o'tib ketdi. Badr g'azotida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Abu Jahlni kallasini chopib so'dirab keladi. Abu Jahlning kallasi kattaligidan, Abdulloh ibn Mas'udning quvvati ozligidan so'dirib ko'tara olmasdan so'dirab kelar ekan. Ana shu Makka da turgan davrda Abu Jahl urib, Abdulloh ibn Mas'udning quloqini yorib tashlaydi. Payg'ambarimiz uning kallasini so'dirayotganini ko'rib, bitta quloqqa bitta kalla ko'p bo'lib ketmabdimi deb g'azlashib qo'ydi. Usmon ibn Affon Abdulloh ibn Mas'udning ziyoratiga keldi. "Ey Abdulloh, nimalardan shikoyat qilasiz?" dedi. "Shikoyat ko'raylik nimadan?" Biz har qanday narsadan shikoyat qilamiz, faqat gunohimizdan shikoyat qilmaymiz. Nimalardan shikoyat qilasiz desa, gunohlarimning ko'pligidan deydi. Ko'nglingiz nimani kutyapti? Parvardigorim rahmatini. Birorta bir dunyoga narsani o'ylamayapti. Onani yegim keldi, manani yegim keldi demayapti.
Bir necha yildan beri Baytul molda to'planib qolgan maoshingizni olib keltirib beraymi, buyuraymi dedi. Desa, menga hojati yo'q deydi. Chunki vafot qilayotgan odamga bu narsaning nima keragi bor? Shunda Usmon ibn Affon aytdiki, agar sizga kerak bo'lmasa, qizlaringizga kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'lib o'tib ketganingizdan keyin farzandlaringizga qoladi qizlaringizga desa, ataqsha ala banatil faqr. Ya amiral mu'minin, meni qizlarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolishidan g'am qilyapsizmi? Mana bugungi darsda aytdik. Farzandlarini kelajagini g'am qilgan ota bo'lsa, haqiqatan g'am qilgan bo'lsa, Allohdan taqvo qilib yashasin. Kifoya qiladi shu narsani o'zi Rasululloh. Qizlarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqasizmi? Men ularga har kecha Voqea surasini o'qishlikni buyurdim. Albatta men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kim qaysi bir xonadonda har kecha Voqea surasi o'qilsa, shu xonadonda hech qachon faqirlik bo'lmaydi degan hadisni eshitganman. Rasulullohning va'dasini qo'yib ketyapti ularga. Naq to'planib qolgan bir necha yillik oyligini naq pulini Rasulullohning nasiya va'dasiga ishontirib almashtiryapti. Chunki ular naq degan tushuncha bilan nasiya degan tushunchani o'rniga qo'yishib olgan edi. Alloh va Rasulining va'dasi ular uchun naq edi. Bu dunyoning matosi ular uchun nasiya edi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rafiqul A'loga, Parvardigorning huzuriga safar qilar ekan, tili Allohning zikri bilan va Parvardigorning kalomi bilan kalomi namidan hali qurimagan edi. Uzoq vafot qildi. Ularni janozasini o'qishiga kelganlarda Zubayr ibn Avvom va bir qancha buyuk sahobalar bor edi va Baqiy qabristonida ko'mildi. Demak, bu zotlar dunyo matosidan birortasidan shikoyat qilgan emas. Nimadan shikoyat qilasiz? Gunohimdan. Nimani kutyapti ko'ningiz? Parvardigorning rahmatini. Oyligingizni olib kelib beraymi? Payg'ambarimizning va'dasini qo'yib ketyapti. Ibratlanaylik. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishga hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va